Real hayotdan assalomu alaykum do'stim. Bilaman, menga o'xshab siz ham ijtimoiy tarmoqlardan zerikkansiz va siqilyapsiz, depressiyaga tushyapsiz. O'ylov har xil miyangizda har xil fikrlar o'tyapti. Aynan bu video siz uchun bejizga chiqmadi. Bu videoni bekorga ko'rmayapsiz. Men siz bilan hashamat yoki qimmatbaho uylar haqida gaplashish uchun emas, sizga o'xshab men ham oddiy insonman, oddiy fikrlayman, hamma qatori oddiy insonman. Va oddiy real hayotimda yashaydigan narsalar. Mana meni uyim, mana agaratim, misol, mana o'rdaklarim yuribdi, mana katayib yuribdi. Oddiy hayotda yashayman. Bu bilan nima demoqchiman? Ijtimoiy tarmoqlardagi, ya'ni baland imoratli uylar, komfort hayotlar, kimdir 19 yoshda mashina olishlar bizga depressiya, siqilish, o'ylovni beryapti. Siz agar siqilib o'ylanayotgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlardan atigi bir haftaga uzoqlashing. O'chirib tashlang telefoningizdan. Va birinchi kuni odamlar meni o'ylayaptimikin, nima bo'lyaptikin degan fikr bo'ladi. Lekin bir o'ylab qarasangiz, real hayotda, ya'ni bir haftadan keyin o'sha narsani o'ylab qarasangiz, sizni bir chaqalik qadringiz yo'q. Nimaga deng? Sizni yaqin odamingiz mana shu odam yo'q bo'lib qoldi deyishi mumkin. Misol, ishi tushsa telefon qilishi mumkin, lekin nimaga ijtimoiy tarmoqqa kirmay qo'yding? Istoriya qo'ymay qo'yding, nima bo'lyapti, muammoing nima deb hech kim telefon qilmaydi. Ikkinchi kuni ham shunday siqilishlar kamayatsa, uchinchi kuni ham, to'rtinchi kundan real hayotda, ya'ni burningizdan realniy nafas olib, ko'zlaringiz, yumuq ko'zlaringiz ochilishni boshlaydi. Sizga do'stona maslahatim, agar iloji bo'lsa, yeringiz bo'lsa yoki bironta manzarali joyga chiqishda iloji bo'lsa, chiqing va bahram oling. Misol uchun, mashaqa kartochkangiz bo'lsa yoki yer choping, agat qiling. Xullas, shunga o'xshagan ishlarni qiling va natijada siz nima bo'lasiz, bilasizmi? Tabiatdan bahram olasiz. Chuqur nafas olasiz va o'zingizga o'zingiz savol berasiz. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarsiz ham yashasam bo'ladi-ku deysiz. Va natijada real hayotga qadam tashlaysiz. Sizda siqilish va o'ylov bo'lmaydi. Yana agar Instagramni boshlab yuborsangiz, bilasizmi, bir haftadan keyin siz o'zingizga o'zingiz aytasiz. Yana o'sha siqilish, o'sha depressiyalar oqimiga tushib qolasiz. Iloji boricha ijtimoiy tarmoqlarni cheklang, kerakli vaqt, ya'ni 1 soat umringiz ketayotgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqda, Instagram sahifada 1 soat o'tirayotgan bo'lsangiz, yarim soatga tushiring. Shuna qilib kamaytiring. Sizni ijtimoiy tarmoqlar mana shunga qamar qilib qo'ygan. Bejizga emas, ijtimoiy tarmoqlar tekindir. Lekin chunki tekin narsa qopqonda bo'ladi. Shuni unutmang. Aytgancha Aziz Muhammad Karim real hayoti bilan bo'lishdi. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Aziz Muhammad Karim bo'ldi. Ko'rishguncha, aytgancha izohlarda o'z fikrlaringizni yozib keting. Sizlar bilan Aziz Muhammad Karim bo'ldi. Ko'rishguncha sog' bo'lasizlar degan umiddaman.